Oyjon bilan mehmon kutganimizda har safar shu salat tayyorlasak, mehmonlar tarelkasidan qaytib chiqmaydi va hamma retseptini so'raydi. Hozir sizlarga buni o'rgataman. Bodring va pomidorni barak qilib to'g'rab olamiz. Baqlajonni ham xuddi shu ko'rinishda to'g'rab suvga solib qo'yamiz. Endi bolg'arlarni ham to'g'rab olamiz va alohida tarelkaga solib olamiz. Ketidan tabiiyligiga ko'ra chesnoni maydalab to'g'rab solsanglar bo'ladi va piyozni ham xuddi shu ko'rinishda to'g'rab olamiz. Baqlajonlarimizni yog'da qovurib olamiz va alohida tarelkaga solamiz. Qovurgan baqlajonlarimizni endi bo'lsa piyozni ham xuddi shu yog'ga qovurib, ketidan farsh yoki to'g'ralgan go'sht solsanglar ham bo'ladi va qizartiradigan bolg'arlarni, chesnoklarni yaxshilab qovurib, soya sousi bilan dimlab qo'yamiz ozgina. Endi bo'lsa hamma masalliqlarni ketma-ketlikda solamiz va ashlanfuni oldin issiq suvga, keyin sovuq suvga solinadi. Buni bozorlardan topsanglar bo'ladi. Hamma mahsulotlarni aralashtirib 10-15 daqiqadan keyin tortsanglar bo'ladi. Juda ham mazali chiqadi.